Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va shunaqa toza afg'on ishqibozlari, obunachilar video boshidan bittadan like-ni urib, xudo xolasa videoni maksimal darajada tarqatib tursalaring, bugungi xudo xolasa afg'on, qo'chqor, sovliq, bo'g'oz hammasidan olib chiqamiz. Xudo xolasa bo'ladi, bor ma'lumotini Avazbek akamizdan olib berishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turing. Biz xudo xolasa videolarni boshladik. Bundaqa afg'onni tozalari o'sha birinchi qonli variantidan kelib qolgan ekan. Xudo xolasa bo'ladi. Dastlabkasi qanaqa, yeb ichish qanaqa, bo'g'ozmi, xudo xolasa bor ma'lumotini Avazbek akamizdan olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Saidullo, keling, qalaysiz? Ha, tuzamsiz aka, qo'ylarni olib kelib oldingizmi? Ha, kelib oldik mana. Zo'rlardan kelibdi-ku, xudo xolasa. Zo'rlardan keldi, xudo xolasa. Obunachilarimizni Zoti tayin, zoti bor qo'ylar chiqaramiz bugun. Bir 3 partiyami, 4 partiya 3 partiya, 4 partiya xudo xolasa. Ha. O'shanga endi hozir mana bu ikkita afg'on qo'yimiz bor. Ikkita afg'on xudo xolasa. Ishlari 6 tadan. 6 tadan. 6 tadan. Hop. Yeb ichishlari yaxshi. Yeb ichishlari zo'rmi aka? Sinovda o'tdimi? Zo'r, xudo xolasa tozasidan. Tozasi birinchi qon. Tulaban bo'ladi. Mana xudo xolasa o'zi tulaydigan variantidan xudo xolasa. Bo'ylari ham 90 pilos, xudo xolasa. 90 pilos, ha, xudo xolasa. Buni aka bo'g'ozmi bu? Ha, bo'g'oz, aniq bo'g'ozda xudo xolasa. Qo'ylarimiz bo'g'oz. Mana xudo xolasa o'zlaring ko'raverasizlar. Lekin qo'ylar uzunligi ham uzun nihoyatda. 1 metrdan uzunroq. Ko'rgan odam qo'chqormi deyotgan xudo xolasa mana. O'zi tulaydigan tozasidan-da bu. Mana birinchi qonli variantida. Yuzlari ham o'ta chiroyli. Mana garbonos hamma yo'q kelishilgan xudo xolasa. Xudo xolasa yeb ichishlari garantiya. Garantiya. Xudo xolasa akalar xudo xolasa mashq qo'ydi olib maza qilib boqasizlar. O'zim qo'y qo'yib olaman degan akalarimizga. Yana bir 2 partiya, 3 partiya yaxshi bola ovosi bo'ladi. Ha, xudo xolasa o'zim birinchi qonli o'sha afg'onni zo'ridan olaman degan akalarimizga bemalol tavsiya qilamiz. Chunki afg'onlar kam keladi, kelsa ham qimmat. Lekin akamizda xudo xolasa bugun arzon bo'ladi. Arzonlat beramiz, ha. Kanalda yangisiz, chunki obunachilarga klient yig'ishga arzonlat berasiz aka bugun xudo xolasa. Arzonlat beramiz. Mana qo'ylarni xayrilarni qilib berib xudo xolasa. Sotamiz, tez. Ha, bo'ldi xudo xolasa. Tez sotilgani hisobi. Mana to'shlarni qaranglar, obunachilar oyoq kengligi, oyoq yo'g'on xudo xolasa, hammasi uzunligi ham uzun nihoyatda. Mashinaga uzunligi 1 metr chiqib qolsa kerak o'zi. Chunki bu uzunlikni qarang. Mana xudo xolasa. Zo'r, xudo xolasa. O'zi tulaydigan variantida. Aka buni dastlabkasini 2 kilosini olishsak, qayergacha qilib beramiz? Buni dastlabkasini Toshkentgacha qilib beramiz. Toshkentgacha. Toshkentgacha, xudo xolasa. Ha, qolgan viloyatlarga ham bormi? Bor. Qolgan viloyatlarga endi kelishilgan. Ha, kelishilgan holda. Ha, vodiyga dastlabkilari besplatni, Toshkentgacha besplatni. Ha, Samarqand, Buxoroga endi kelishilgan. Bor, ha, kelishilgan holda. Dastlabkasini o'rtada qilsalaring, xudo xolasa yetkazib berasiz. Buni aka narxini chiroyli qilib ayting, xudo xolasa. Ko'rgan, shunday obunachilar shunday ko'rganda buni olishadan qilib aka. Narxini Saidullo endi $1400 dan qilib bersam bo'ladimi Saidullo? 1400 dan aka siz 1400 dan. Kanalda xudo xolasa yangisizmi? Yangimi? Uzunligi ham juda eti ham zo'r, xudo xolasa qo'ylarimiz yaxshi. Aka buni 1400 unaqa qilmang-da, boladan qilib qo'yaylik chunki ko'ryapsiz-da, chiqarilyapti 1800 ham, 2000 ham siz chiqaryapti har xil. Lekin toza qonlisidan aka, xudo xolasa. Bo'ldi, Saidullo sizni obunachilaringizga endi $1350 dan qilib beraman. $1350 dan. Yana hayrini qilib beraveraman, kelasiz. Ha, 2 kilosini olishsa, 2 kilosini olishsa, yana hayri sunnatiga ozgina o'tib berasiz. O'tib beraveraman. Mana obunachilar xudo xolasa telefon qilasizlar. Aka yo'qsa, ha, qoldirib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Qaysi yo'qsa, uni aka endi hammani sharoit har xil, kimgadir ikkitaga yetadi. Endi shuni masalan bittani ham sotaverasizmi? Ha, farqi yo'q. Xudo xolasa. Bittasini ham sotaveramiz, kelishamiz. Kelishadi. Bittasi kattaroq vesi ham lekin bo'lakcha farqi bor, ha. Xudo xolasa. Ikkosini bitta olishsa, o'shana, lekin отдельно olishsa, buni ham kelishadi. Ha, kelishilaveradi, sotilaveradi, ha, xudo xolasa. Jicha aqabaqa puli. Ha, bo'ldi. Obunachilar kattasini olsalaringcha qo'shiladi, kichinasini olsalaringcha tushilaveradi. Obunachilar bu haligi magazin emas, bozor, xudo xolasa telefon qilsalaring, ishlaring bitadi aka, xudo xolasa. Olamiz deysa, telefon qilishsa,
lakasalar tashib beramiz. Bo'ldi, xudo xohlasa. Lakasalar o'sha yo'lda bo'yida yo'l qo'ralari, bo'yida xudo xohlasa. kelish. Shuni Arzon, sentrdan xudo xohlasa. kirsalaring mash Ha. qo'yiladi. Hozir yana qo'chqor bor bitta shu zotda, ya'ni yaxshisidan. Bo'ldi, xudo xohlasa. Yaxshi arashan. Bo'lmasa aka o'shalarni ko'rsatavdik, xudo xohlasa. Bo'ldi. Endi xudo xohlasa obunachilar yangi partiyalamizga navbat. Xudo xohlasa endi ikkinchi partiyalarimizga sog'liqni o'ta gigantidan so'ragan obunachilarimizga soni ham o'ta ko'p emas. 11 ta xudo xohlasa. 11 ta bo'g'oz sog'liqlarimiz aka xudo xohlasa 11 tami? 11 ta soni. Yeb ichishlari zo'r bo'ladi ham. Yeb ichishlari zo'r, xudo xohlasa. Bo'g'oz yaqinlari ham bor, qo'y deb turganlari ham bor ichida. Hop. Yoshlari nechta? Yoshlari 4 ish. 4 ish. Asosan 4 ish, 6 ish. 4 ish, 6 ish, lekin buni qo'chqorda qo'yib ketgan ekan. Ha, xudo xohlasa. Hammasi xudo xohlasa olib, maza qilib, boqib, boqsangiz, Qo'y qilib boqaman degan odamga uyingda qo'ying bormi desa, ham bor deydigan mana. Bemalol olib kirib ko'rsatsangiz bo'laveradi. Chunki uyaltirmaydi xudo xohlasa mana. Bundaqa yaqinlari ham bor xudo xohlasa. Sinovdan o'tgan. Olib, maza qilib, boqib buni bolasini olib yursalaring, kelajakda xudo xohlasa bolalari ham normalni tug'ilib, bunga olib borib, bitta bolasini olib, bitta qo'chqorni qo'shib qo'ysangiz xudo xohlasa, bolani ham o'ta zo'r beraveradi bular xudo xohlasa. Aksariyatini ham o'zi haligi quloq oshlari ham butun ekan. quloqlari ham butun, Mana ishlari ham to'rtta mana. oldi mana. Xudo xohlasa videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin qo'ylar xudo xohlasa obunachlar katta narsa. Mana uzoqdan olyapmiz, ko'pchilik uzoqroqdan deganligi uchun. Quloqlarini ham ko'ryapsizmi? Gap yo'q, Quloqlari mashalloh aka, xudo xohlasa. Dumbalarni qarang, qo'chqor bo'lib ketgan ekan xudo xohlasa. Olib, boqib, qo'ylar. boqsangiz xudo xohlasa arziveradi. Aka buni narxini chiroyli qilib aytib bersangiz, obunachilar bir joyga olishadi xudo xohlasa. Qo'ylar narxini Saydulla bir joyga bo'lsa 10 million qilsam bo'ladimi? 10 milliondan. Nima deysiz? 10 milliondan aka Ha. arzon. Lekin tushib berasiz. Mana. Xudo xohlasa. Ya mana kishi ham O'zi ham 4 ish mana. 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 Bo'ldi aka, ko'rinib Tagi ham. Tagi ham naq ekan mana. Ana. Gap yo'q, xudo xohlasa. Buni aka 10 million demang. O'tib beraman deb gapiring xudo xohlasa. O'tib beramiz. Chunki Nechtadan qilib bersam bo'ladi. qancha tushib bersangiz obunachilarga shuncha yaxshi aka, xudo xohlasa. Hop 9,5 dan qilib bersam bo'ladimi? Yo 9,5 dan dastlabki qayergacha qilib beradi dastlabkasini aka buni? Tez pulati dastlabkamiz. Undan uyog'i kelishadi. Aka bitta so'rayman. Ha. 8 million 800 dan berishadi. 8,5 emas, 8 million 800 dan berishadi, xudo xohlasa. Hammasini bir joyga olishadi aka, xudo xohlasa. Olib maza qilib, aka kommentariyaga yaxshi fikr bildirib ketishadi. Qiynab qolsa Saydulonda bizni. Yo, endi siz aka birinchi qo'l arzonchi deb haligi qildi, xudo xohlasa. O'zi narxini yaxshi aytdingiz aka, ko'ryapsiz. 9,5 dan deyapman, Saydulonamiz bir joyga. Bo'pti, hammasini bir joyga olishsa 9 milliondan qilib beraman. Mana ro'za Ramazon kunida hayri bilan bo'lsin. Hammasini yana olishadi, o'tib berasiz ama. Hammasini bir joyga oldim deb Toshkentgacha dastlabkasini ichida qilib aka, gapni eshitib turing. Hammasidan oz-ozdan, jicha-jichadan o'tib berasiz. Bo'ldi. O'zlariga xudo xohlasa. bo'lsa, buni ichidan tanlab olishsa boshqa narx bo'ladi. Bor. Bor aka, xudo xohlasa. Obunachilar mana bir joyga olib bosib yuboring, xudo xohlasa. Yeb ichishiga bir hafta garantiya. Bir hafta garantiyasini Ha. berasiz. Bir Aka, hafta endi buni garantiya. masalan bitta ikkita zo'rin olganga necha pul bo'ladi-yu, kichinasini olganga qancha bo'ladi? Endi pasi o'sha narx, shu 9 dan. 9 million, ha. Buni ichida bitta ikkita tanlab olishsa, u balandroq bo'ladi. Ha, telefonda o'zlaring kelishaverasizlar. Kelishaveramiz. Xudo xohlasa mana bundoq sariqladi. Qoldirib ketamiz, ha? Sariqladi, osalarni qo'shiladi obunachilar ko'rib, lekin buni ajratmay bir joyga olish kerak obunachilar buni. Yakkalatmay imkoniyat bo'lsa, bir joyga olib maza qilib boqasiz, xudo xohlasa. Qo'ylarimiz o'zi semiz narsa, olib borgandan keyin ham uyaltirmaydi, xudo xohlasa. Hammasi yaxshi, xudo xohlasa. Endi aka, xudo xohlasa endi bundan keyin qanaqa qo'chqor chiqadimi? Bundan keyin yana bir partiya 8 tami pul yengilroq Sovliqlar arzon bor. qo'yib beraman. Aksiya. Aksiya bo'ladi bugun. Aksiyada narx qo'ylarimiz bor, bir 8 tami 9 ta chiqadi. O'shalardan keyin yana bitta qo'chqor bor. Bo'ldi, xudo xohlasa. Obunachilar endi xudo xohlasa buni qamab keyingi partiyalarga navbat.
Xolasa keyingi partiyalarimizga yana bo'g'oz variantidan puli arzon. Aka soni nechta buni? Saydulla soni 8 ta bulardi. 8 dona bir qo'ra, xudo xolasa, bir yurgan. Bir joyga pulini ham o'ta arzon qilib beraveraman. O'ta arzon bo'ladi bugun. Ha. Buni yoshayligi necha oylikdan aka? Bularda qo'zisi ham bor. 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish. Bitta bor, bitta chiqishi mumkin bitta. Bo'ldi, xudo xolasa, 8, 4 tish, 6 tish ekan. 4 tish, 6 tish. Lekin qo'ylar xudo xolasa suyayli variantidan. Qo'ylarimiz zo'r, xudo xolasa. Ya'ni nima desa bo'ladi? Joyga boqadaga. O'ynab turgan, sog'liq olaman Sog'lom, yeb sog'lom. ichishi garantiya zo'r. Yeb ichishlari ham bularga yaxshi aka. Yeb ichishi zo'r, xudo xolasa. Necha kunga garantiyani berasiz bular Bir yeb ichishga? haftaga garantiyasini beraman yeb ichishiga. Ha, bir hafta. Bir hafta yemasa ichmasa o'zimizga. Buni dastlabkasigacha bo'ladi aka? Buni ham dastlabkasi Toshkentgacha bes bo'ladi. Toshkentgacha. Oyog'i kelishilgan holatda. Kelishilgan holat. Samarqandgacha bor, dastlabkasini o'rtada qilsalaring, xudo xolasa. Ha, kelishsalaring bo'ladi. Lekin qo'ylar suyayli variantidan. Buni ham bo'ylari nechiga beramiz bo'ylarini? Bo'ylari 80 pilis. 80 pilis, 80 pilis. Ichida onda katta 85 ham bor ekan. 80 ga endi bo'yiga talashilmaydi-yu, lekin qo'ylar xudo xolasa. Aka, buni ham narxini bitta bomba qilaringchi bugun Ramazonga. Bunlarni 7,5 dan qilib bersam, nima deysiz? Saydulla hammasini bir joyga. 7,5 dan Ha. o't bering deyman. Aka, men nima derdim? O't berasiz-da, xudo xolasa obunachilar. 7 million 200 mingdan qilib beraman. Saydulla mana hammasini olganga. 7 million 200 ming so'mdan. Ha, bir joyga 8 tasi. 6 million 700 dan bermaysizmi? Unda o'ta ijod qolsin. Saydulla. Yo, keling, narxini aka. Qo'ylar ham endi Chiroyli qilib ayting, bitta aka. Xudo xolasa kommentariyaga iliq fikrlar bildirishadi. Bo'ldi, Saydulla, mana buni hammasini bir joyga bo'lsa 7 milliondan ketdi. 7 milliondan xayr sunnatiga o'tib berasiz, hammasini olishsa. Yana o'tib beraveraman sunnatiga. Bor aka, xudo xolasa obunachilar mana sizlar tarafdan baraka qilib qo'yapmiz, lekin ustiga kelib lakasilar yaqin bo'lsa, lakasasini tashlab beraman. lakasilarni tashlab bersalar, ko'rib ustida olsalaring, xudo xolasa aniq olasizlar kelib. Lekin qo'ylarimiz o'ta dahshat. Bo'ladigan variantidan uyaltirib qo'ymaydi bular ham. Yeb ichishi yaxshi bo'lsa bo'ldi, lekin bo'g'ozligini so'raman, bo'g'ozligini necha oylik aka? Bo'g'oz bular. Hop, yaqini ham bor, bir oyga bormaydiganlari ham bor, tug'adigan. Lekin bo'g'oz kechkiroq ham bor. Bo'g'oz xudo xolasa, hammasi bo'g'oz. Bo'ldi, xudo xolasa obunachilar mana. Bo'g'oz kechkirog'i ham bor ekan, yaqinrog'i ham bor ekan. Olib, boqib uyga tashlab qo'ysangiz, ha demay mashla. Ikkezak variant chiqib qolsa ham sizni baxtingiz, lekin bittadan tug'ib bersa ham bolani o'ta zo'ridan. Mashqo'zi birinchi qoringa bo'g'oz. Ha. Aka, buni ham yarmini sotaverasizmi, to'rtta ham? 4 ta ham sotaveraman, 3 ta ham sotaveraman, lekin uni narxi sal boshqacha bo'ladi, kelishamiz. kelishiladi, xudo xolasa. Aka, bu ikkita qo'ydi, kelisholmay qolamizlar, xudo xolasa. Mashqo'miz ham yaqin zedlashi. Mashimi? Ha, mana xudo xolasa. Hammasini o'zi yelini qo'zg'ab qolibdi obunachilar. Endi xudo xolasa buni qamab keyingi partiyalarda olib chiqamiz. Xolasa obunachilar keyingi partiyalarimizga bir dona ekazak variantidan bir dona zotka, xudo xolasa katta bo'lib ketadi qo'chqorimiz. Aka, buni ma'lumotini beraveringchi, qo'chqorning ma'lumotini. Saydulla, Buni tishi nechta? Ikkitish. Ikkitish. Ha, tishi ikkitish. Mana sraz ko'rsatib o'tib ketaylik. Ikkitish. Mana ikkitish tishi. Ha, bo'yi 95. Bo'yi 95. 95. Nimalari? Mana dumba razrez hamma yo'g'i kelishilgan, xudo xolasa. Zotga qolaman akalamizga. Zot gap kelganmiz, yaxshisida. Qirg'izistondan. Buni aka liniyasi qanaqa? Liniya bormi? Liniyasini men to'shni bilmay qoldim, so'rashmay qoldim. Mashinani endi mashina narsa lekin Mana shu narsa, Qirg'izistonniki arashan chachishgan gibrid ekan. Quloqlari 20. Quloqlari 20 dan. 20, xudo xolasa. Uyaltirib qo'ymaydi aka. Qo'ymaydi. Yosh. Uzunligi necha uzunligini ham? Uzunligi ham 1 metr ha? 1 metrga boradi, ha. Bu ona bolamizchi? 95. Bu qo'yimiz ekizak. Ekazak. Kishi 4 ta. Kishi 4 ta. Ha. Va bittasi bolasi qo'chqorcha. Bittasi qo'chqorcha. Onasi qorasi sovliq. Sovliq. Xudo xolasa mana. Buni yoshi ham zo'r, 4 ish. 4 ish. Bo'yini nechiga beramiz aka? Bo'yi
85. 85. Xudo xolasa olib maza qilib boqaman degan akalamizga bemalol tavsiya etaveradi. Bollarni qaranglar, xudo xolasa. Salkunda bular ham yem hashak. Ha, yem hashakka kirib qolsa bundaqa bolalar maza qilib o'ynab boqib, xudo xolasa. Aka buni Qo'chqorda birinchi Qo'chqordan boshlayveramiz, xudo xolasa. Qo'chqorda qanchaga berasiz? Dastlabkasi qaygacha? Saydullo buni ham dastlabkasi Toshkentgacha. Toshkentgacha. Ha, qilib beramiz. Undan yog'i kelishamiz. Narxini 1300 dollar qilib beraman, Saydullo. 1300 dollar. 1300 dollarga. Nima deysiz? Bo'ladimi? Sizga ma'qul keladimi shunda? Yo'q, 1300 ga o'tib berasiz. Qo'ydi, bitta obunachimiz olishadi, kommentariyaga yozib qo'yishadi, men oldim deb, o'zlari zotga qilib olishadi, aka. Zotga qiladiganda o'zi ham tishi yosh, yana o'sadi, xudo xolasa. Ha, bu hali o'tib ketadi, xudo xolasa. Ha. Buni aka chiroyli qilib narxini ayting, 1300 demang aka. Bo'ldi buni. So'ramidan qilib aka. Yaklashni kerak. Ha, unaqa yo'q. Gapni kerak yo'q. 1250 dollar qilib beraman. 1250 dollar. Ha. O'tib berasizmi? Olish. Yana telefon qilishaversa yana hayrini qilib beraman, xudo xolasa. Shayda o'tib ketavering aka. Shayda 1200 dollar qilib beraman. 1200 dollarga. 1200 dollarga Xudo xolasa Toshkentgacha. Toshkentgacha besplatno. Ha. Endi bu ona bolamiz aka. Yeb ichishiga bir hafta garantiya. Yeb ichishiga bir hafta garantiya. Bu ona bolani Saydullo 11,5 qilib beramiz, Saydullo bu ona bolani. 11,5 million so'm. Ha, egizak, bittasi Qo'chqor, bittasi So'g'liq. Ha. Hayrini o'tib beradigan o'tib bering deyishsa, o'tib beraveramiz. Necha pul qilib berasiz aka buni? Keling, 10 million berishadi. Yo'q, 10 million bo'lmaydi, unda to'g'ri kelmay qoladi. Buni realni baho qilib qo'ygan ekan aka. Yo'q gap. Saydullo buni 11 million qilib beraman. Yana kelishsa yana o'tib berishadi. Yana o'tib beraveraman. Hayron. Bo'ldi, xudo xolasa. Buni ham dastlabkasi Toshkentgacha. Toshkentgacha. Xudo xolasa olib maza qilib boqib. Bir hafta garantiya, tishi 4 ta. Tishi 4 ta, lekin bolalarni ham o'ta bo'lakcha ekan. Qo'chqorcha zo'r mana sarig'i. Qarang, So'g'liq. So'g'liqcha qorasi. Maza qilib akamiz, bitta akamiz olib boqishdi, xudo xolasa. Maza qilib Qo'chqorni ham olib bitta nasllik qilib olishsa o'zlari. Bolalarni sotarsiz salkinda 1000 dollar, 1200 qilib, xudo xolasa. Akalar. Zot yaxshi. Aka bugunga mashq qo'ylar bo'ldimi? Bugunga mashq qo'ylarimiz bor, Saydullo. Bo'ldi, xudo xolasa. Obunachilar keyingi syomkada ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarni chorvalarni Ramazon kuni bilan tabriklaymiz. Alloh o'zi kuch-quvvat bersin hammalaringga.